Xabi Alonso Realdan ketishi mumkin. Agar Real Madrid Olympiakosga yutqazsa, Xabi Alonso ishdan bo'shatiladi. Bunga sabablar yetarlicha. Xabi Alonso va Real Madrid futbolchilari o'rtasidagi munosabat yomonlashib bormoqda va hattoki shu uchun ba'zi futbolchilar shartnomalarini uzaytirishdan ham bosh tortishmoqda. Va shu soatlar ichida chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Vinicius Realning shartnoma uzaytirish taklifini rad etdi. Braziliyalik mavsumiga 20 million yevro maosh taklif qilgan bitimni qabul qilmagan va klub tarixidagi rekord shartnomani talab qilgan. Bunga sabab sifatida Xabi Alonso bilan yaxshi munosabatlarning yo'qligi va jamoadagi rolidan noroziligini ko'rsatmoqda va Vinidan boshqa futbolchilar ham norozi ekanligi ko'rinib turibdi. Endi Olympiakos o'yinidan keyingi natijalar buni aniqlashtiradi. Hozirgi xabarlarga tayanib Xabi Alonso ishda qolishi yoki qolmasligini taxmin qilib bo'lmaydi va ketgan taqdirda ham uning o'rniga nomzodlar yetarli ekanligini bilsangiz kerak. Agarda Alonso ketgan taqdirda ham Real Madrid murabbiyi sifatida Zinedine Zidanga murojaat qilishi mumkin. Eng tezkor Real Madrid haqidagi yangiliklar va jonli efirlarni Instagram kanalimiz, Bios'dagi Telegram kanalimiz orqali tomosha qilib borishingiz mumkin.